Mana endi biz qabristonni ichkari tomondamiz. Bu hozir endi bu hududlar yuridik jihatdan tashkilot sifatida bu Yozyovon tuman obodonlashtirish bo'limiga qaraydi. Ular hisobida turadi, chunki hududda taqsimot bo'yicha yangidan qayta taqsimot bo'yicha shunday qilingan. Davlat tomonidan ro'yxatga olingan va mana o'sha Qorasoqol ota ziyoratxona qabristonni bosh rejasi ham mana bor. Maydoni 230 ekan, yetariga binolar 60 kvadrat, devorlar 500, yo'llar 200 kvadrat metr ekan. Hozir yangi bilan qo'shildi endi faqatda. Mana velosiped ko'ramiz. Ushbu darvozani demak o'sha haligi qizimiz qilib bergan. Birinchi nonli qizimiz haqiqatda. Albatta zo'r qurgan, haqiqatda mana ko'ringlar. Majlis qorini sa'y-harakatlarini qarang. Mana shular qurilgan endi. Tashkilotchilikda u tomonda bog'lar turibdi, mana to'kilgan mevalar turibdi, qarang endi. Bu tomonda ham qarang, bu meva daraxtlar qarang. Mana eski o'sha qadimdek gavlangan mana kollektor, bu zaq qochirishga qilingan, mana shu chiqib ketadi, qabriston atrofidan chiqib ketadi. Mana qabriston chehrasi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum ahli qabr. Assalomu alaykum qabr. Mana bu eski qabriston, juda ham qadimgi. Mana o'sha panjaralar qo'yganlari, tosh qo'yganlari bilinadi, qolganlarini ko'pchilik bilmaydi o'tganlarni. Endi bu vakillarda o'sha juda qadimgi qo'yilgan, ular bobolar bo'lishi mumkin. Ba'zi bir tosh qo'yilgan, yozuvlar qo'yganlardan aniqlik bor endi. Mana yo'limiz, o'sha asfalt yo'limiz, ketyapmiz. O'sha sobiq tuzumda o'tirgan panjaralar qurish, tosh qurishlar, o'rnatishlar juda ko'p bo'lgan endi. Sekin-sekin bu endi urf odatda unga hozir davlat tomonidan belgilangan kichkina belgilab qo'yiladi, nomerlar qo'yiladi har tomonlarga. Endi oila a'zolari baribir eslatib qolish uchun kichik bo'lsa ham o'zlari mana toshlab qo'yishyapti. Mana bu yerda juda qadimgi bo'lsa ham mana 71-chi o'tgan ekan, 1928 o'tgan Ismoil Isroiljon aka, bu Isroil Mahmadjon aka dadalari uzoq vaqt qishloq fuqarolar yig'inida rais bo'lgan, keyin o'sha Yusuf kolxozining raisi bo'lib ishlagan bu paytlar. Juda ham ta'limchi odam edi. Mana bu Po'lat to'g'risida gapish kerak, Po'lat mana. Po'lat qadimda o'sha Sharqi kolxozining raisi bo'lgan ekan. Qarang endi. Shu Po'lat Alijon 1893-yilda 1982-yil o'tgan oktyabr revolyutsiyasini aktiv qatnashdi ekan, Sharqi kolxozining tashkilotchisi bo'lgan va rais bo'lgan ekan. Farzandlarni qo'ygan, afsuski bu to'g'risida shu oila a'zolari bilan qanaqadir aloqamiz yo'q. Shuni tiklash kerak. Menimcha, chunki bu kishi o'sha davrda birinchi rais bo'lgan ekan. Sobiq tuzumda tashkilotchi bo'lgan ekan, rol o'ynagan ekan. Mana archalar, mana endi eng nimamiz qabriston asosiy ko'rgazmasi bo'lib turgan maqbara. Bu maqbara tarixini oldin ham bir yoritganmiz, kitobi ham bor. Bu yerda endi o'tmishda juda ham voqealar bor, voqealarni o'sha kitoblarda yozilgan ekan. Hozirda mana O'zbekiston Respublikasining davlat muhofazasi turar ekan. Qorasoqol ziyoratgohining maqbarasi deyiladi.